Amerika Avam Palatası'nın Xitay Stratejilik Raqobat Alaydı Komiteti a'zosi Richard Torres 25 may Davlat Majlisiga Uyg'ur erkiy qirg'inchiligi istixborot tahqiqlash qonuni nomli qonun loyihasini sungan. Richard Torresning 25 may e'lon qilgan bayonotida ma'lum bo'lishicha, mazkur qonun loyihasi Amerika davlatlik istixborot ishxonasining navbatda Uyg'urlarga qarata davom qilayotgan erkiy qirg'inchilikka oid yillik doklad tayyorlab, Davlat Majlisiga sunishini talab qiladi ekan. Koreyadan Hong Kongga kelgan Uyg'ur yosh g'oyib bo'lgandan keyin Hong Kong alohida ma'mur rayon komiteti 27 may saharda bayonot e'lon qilib, bundaq bir shaxs Hong Kong chegarasiga kirmagan yoki kirishi rad qilingan. Xalqaro kechirim tashkiloti hech qanday paket tekshirmasdan Hong Kongga tuhmat qilyotdi degan. Uning do'stining bildirishicha, Abduvali 10-oyda Hong Kongga do'stini yo'qlash uchun berib, aerodromga chiqishi bilan Hong Kong soqchilari tarafidan so'roq qilingan va do'stiga uchur yezib, o'zining so'roq qilinayotganligini bildirgan. Shuningdan keyin hech qanday iz deriki bo'lmagan. Do'sti hech qanday yerdan xabar olmagandan keyin Xalqaro kechirim tashkilotining Amerika idorasi bilan aloqalashib, murojaatnoma chiqarishni talab qilgan. Kechirim tashkiloti Hong Kong doiralarini Abduvalini darhol qo'yib berishga, uning ahvolini dunyoga oshkorlashga, Xitoyga o'tkazib bermaslikka chaqiriq qilgan. Muajiratga Uyg'ur ommaviy tashkilotlari Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Oliy komissari Volker Turkni Uyg'ur qirg'inchiligiga tutgan maydonini oydinlashtirishga chaqirdi. Washingtonga joylashgan Uyg'ur harakati Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq Oliy komissari Volker Turkning 24 may Janvada o'tkazilgan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti muxbirlarni kutilish yig'inida qilgan oxirgi bayonotida Uyg'ur qirg'inchiligini tilga olmaganligi va tajovuzchi Xitoy hukumatining jinoyatini ta'kidlamaganligiga inkos qaytardi. Xitoy Kompartiyasi Markaziy komitetining doimiy a'zosi, Siyosiy kengashning raisi Wang Honing 22 maydan 24 maygacha Sharq Turkistonda tekshirishda bo'lgan bo'lib, Qashqarda Qashqar qadimiy shahri, E'tikoh jamiyasi, Qashqar Konishar noyisi, Oyoqmangan kenti qatorliq joylarga borgan. Urumchida atalmish avtonom rayonlik muzey, atalmish Islom dini instituti, atalmish Xinjiang universiteti qatorliq o'rinlarni tekshirgan. Bu jarayonda Sharq Turkiston xalqini assimilyatsiya qilish, Sharq Turkistonni xitoylashtirish, islom va musulmonlarga qarshi terror siyosatini davomli ijro qilib, qirg'in qilishni davom qilish siyosatini ta'kidlab, yangi musofada terrorlikqa qarshi turib, muqimlikni qo'g'dashni qonunlashtirishni qat'iy tavranmay ilgari surib, sijil, muqim, uzoq muddatlik muqimlikning asosini texmo mustahkamlashga kapolatlik qilish kerak. Millat din xizmatini qat'iy tavranmay yaxshi ishlab, Junxo millati, Junxo madaniyati, Xitoy Kommunist partiyasi, Xitoycha sotsializmni qalbidan e'tirof qilishni uzluksiz kuchaytirish kerak deb bildirilgan. Yig'ilishcha Xitoy doiralari 5-oyning oxiridan boshlab bir haftada taxminan 65 million odamni yuqumlantirgan Xitoy virusining yangi bir turining to'lqiniga tayyorlik qilmoqda ekan. XBB variantini keltirib chiqargan bu yangi to'lqin Xitoy doiralari uyga qamash tadbirlarini o'z ichiga olgan fuqarolarga zulm cheklimiz qo'ygan. Nol Covid siyosatini bekor qilib 5-oydan keyin o'tirg'a chiqqan.